Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli aka-ukalar. Bugun mana do'stimiz Chelakdan kelganlar. Shu bugun olingan Damas'imizni 2003-yil Damas'ni 21 million 300 ga beramiz deb qo'ygan Damas'imizni do'stimiz kelibdilar. Fazliddinga 21 million so'mga baraka qildik. Yaxshi kunga mining, salomat bo'ling. Mana shu bugungi o'sha mashina, dehqondan olgan mashinamizni. Mana ketdi. Yaxshi kunga mining. Bu kishi ham bir u yoq bu yog'ini taxlab, nima qilib o'zlariga moslashtirib oladilar. Keyin bu Fazliddinga bir do'stimizga Nexia 2 bor ekan, sotiladigan. Nechinchi yil dedingiz buni? 2016 lyuks konditsioner. 2016 lyuks konditsioner. Ana shu sotiladi ekan, hurmatli aka-ukalar, o'zlari bilan telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Kraskasi necha foiz bor? Mana salonlarni ham ishladi. 140 ming yurgan salon. Mashinalar ochilmagan. Aha. Bu cho'tka ekan haqiqatan, chashkalarigacha zakkon. 2 oy bo'lyapti, motor o'zim metangasi qo'ydim. Buni endi pulini necha pul qilib berasiz? Aytavering. 5801 siz obunachilaringizga $300 o'tib beraman. Xudo xolasa shu Nexia'ni egasini ham o'zini nomerini qo'yamiz, o'zlari bilan savdolashib olaverasizlar. Bu Damas'chamizni sotdik, bu kishiga, Fazliddinga sotdik. Bu yog'ini taxlab turib, bir fermer xo'jalikka ishlataman deyaptilar. 2003-yil Damas 21 million so'mga berdik. $100 foydamizni bersanglar beramiz degan edik. 1 million bilan bering dedilar, berdik shu kishiga. Fazliddin, buni siznikini gazi qanaqa? Metangasi qo'ydim, 2 oy bo'lyapti qo'ygan. Bo'ldi. Telefon qiladi, obunachilar telefon qiladi, qo'yamiz.